YouTube'ga hech qanaqa bez montaj qorong'ilikda video qilaman. Bo'g'imdagi tuzlarni ketishi uchun ham yurish kerak. Ortiqcha vazndan qutulish uchun ham yurish kerak. Hozir birdaniga 25 ming 10 ming qadam yurish odamga qiyinchilik tug'diradi. O'shaga kam yurish kerak. Yozlik ichimliklardan iloji boricha tiyilish kerak. Kalsiy kamayib ketadi. Kalsiy kamayganidan keyin behollik ko'payadi. Bo'yindagi yoki tana a'zodagi o't tufagini yaxshi ishlamaslik, shamollab qayrilib qolishi, bu hammasi yog'liq kaloriyaga boy ovqatlarni ko'p yeganda. Hozir internetga hamma naq qilyapti. Halol narsani qiling, buni qiling. O'zim o'tgan yilning hisobidan 25 kilo vazn tashlaganman. Qarib 30 kilo. Plus minus bilan. Boshdan o'tkazgan ligim uchun ham video qilib aytaman. Bu yerga o'tirib qolgan farqi yo'q. Buni chet elliklar qarasalar, olmishga kirganlar ham harakat qilish boshladi. Veloson juda harakat qilishga qiynalsa, ko'ksimiz odam qiynaladi. Oyoqlari, hamma narsasi qaltisa, har daf'a mo'rtligidan bir joyni zadaqlab olish ko'proq bo'ladi. Bu sekinlik bilan bo'ladi uchun hamma kasallik unga yopishib olaveradi keyin. Hozir ham ish yuzasidan ozroq kech qoldim. Imkon qadar erkak kishi bo'ladigan bo'lsa harakat qilaverish kerak. 50 yosh bo'ladi, 15 yosh bo'ladi. Farqi yo'q. Nasib etsa yana videolarni qo'yish boshlaymiz. Nima yeb, nima yemaslik. Vazn tushirgandan keyin ko'p narsa yeyish mojna ham bo'lib qoladi. Vazn borlik paytiga lekin ko'p narsadan